Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolarga qo'shimcha pul, qayta hisob kitob, ustama yoki ilgari olinmagan to'lovlar kelishi mumkin. Bu masala faqat pensionerlarga emas, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, ish staji bo'yicha hujjati to'liq bo'lmaganlarga, pensiya tayinlashda xatolik bo'lganlarga va hatto yaqinlari pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta tekshiruv sizga oyma-oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Men darhol asosiy gapni aytaman. Ko'pchilik pensiya pulini faqat har oy belgilangan miqdorda keladigan odatiy to'lov deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya tizimida qayta hisoblash, qo'shimcha ustama ortda qolgan davr uchun to'lov, hujjat to'ldirilgandan keyin farqni chiqarib berish kabi holatlar bor. Avgust oyida aynan shunday masalalar bo'yicha ko'p oilalar o'z hisob raqamiga kutilmagan pul tushganini ko'rishi mumkin. Lekin hamma uchun bir xil summa keladi deb o'ylash xato. Kimga qancha kelishi odamning pensiya turi, ish staji, oldin topshirgan hujjatlari, yosh toifasi, nogironlik guruhi, boqamandalar, soni oldingi hisob kitoblar to'g'riligiga bog'liq. Agar siz hali kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, kompensatsiya, davlat to'lovlari va huquqiy imkoniyatlarni tushuntirib boraman. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning ota-onangizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga ham foyda berishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p odamlar pensiya tayinlangandan keyin uning miqdorini deyarli tekshirmas edi. Pensiya chiqdi, plastik kartaga tushyapti. Demak, hammasi joyida deb o'ylashardi. Ayniqsa qishloq joylarda yoki yoshi katta insonlar orasida davlat hisoblab bergan, demak to'g'ri degan tushuncha kuchli edi. Lekin amaliyotda bir nechta muammo bo'lgan. Ish staji to'liq kiritilmagan, arxiv hujjati topilmagan, ayrim yillardagi ish haqi hisobga olinmagan, bolalik davridagi nogironlik yoki parvarish davri noto'g'ri ko'rsatilgan. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oiladagi haqiqiy shaxslar soni aniq aks etmagan. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda pensiya jamg'armasi tizimida elektron ma'lumotlar ko'paydi. Tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, soliq va bandlik ma'lumotlari tekshiriladigan bo'ldi. Natijada ilgari ko'rinmay qolgan ayrim davrlar aniqlanishi, odamning pensiyasi qayta hisoblanishi yoki to'lanmay qolgan farq keyingi oyda berilishi mumkin. Avgust oyidagi yoqimli syurpriz deganda men aynan shuni nazarda tutyapman. Bu lotereya emas, hammaga bir xil sovg'a emas. Balki qonuniy asos bo'lsa, sizga tegishli bo'lgan pulni olish imkoniyati. Bu yerda muhim jihat bor. Odamlar ko'pincha menga ham pul keladimi deb so'raydi. Men ekspert sifatida shunday javob beraman. Agar sizning pensiya hujjatlaringiz to'liq, ish staji to'g'ri, ustamalar to'liq qo'shilgan, oldingi oylar bo'yicha qarzdorlik yo'q bo'lsa, sizga oddiy oylik pensiya keladi. Ammo agar hisob kitobda farq bo'lsa, yangi hujjat topshirilgan bo'lsa, ilgari kiritilmagan staj tasdiqlansa yoki ustama huquqingiz aniqlansa, unda avgust oyida yoki keyingi to'lov davrida qo'shimcha pul tushishi mumkin. Endi kimlar eng ko'p e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh ish staji ko'p, lekin pensiyasi past chiqqan fuqarolar. Masalan, bir otaxon 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi atigi minimal miqdorga yaqin. Bunday holatda savol tug'iladi. Nega 35 yil ish staji bor odamning pensiyasi juda past? Sababi oddiy bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar tasdiqlanmagan, korxona tugatilgan, arxivdan ma'lumot olinmagan yoki ish haqi haqidagi hujjat yetishmagan. Agar keyin bu hujjatlar topilib pensiya jamg'armasiga taqdim etilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Faraz qilaylik, odam 2023 yil yanvardan pensiya olmoqda. Lekin 2024 yil iyulda 6 yillik qo'shimcha staj tasdiqlandi. Shunda yangi hisob bo'yicha pensiya oyiga 2 ming so'mga oshishi mumkin. Agar bu huquq oldingi davrga ham tatbiq qilinsa, bir necha oy uchun farq bir martada to'lanishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda guruh kasallik tarixi, tibbiy xulosa, mehnatga layoqat darajasi va qayta ko'rik muddati juda muhim. Ayrim hollarda nogironlik guruhi o'zgarsa, masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tsa, to'lov miqdori ham o'zgaradi. Yoki odamga parvarish bo'yicha qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin.
Misol uchun bir ayol ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini oladi. Lekin holati og'irlashib, tibbiy komissiya birinchi guruhni belgiladi. Hujjat pensiya jamg'armasiga vaqtida yetib borsa, keyingi oyda yangi miqdor to'lanadi. Agar kechikish bo'lgan bo'lsa, farq alohida hisoblanishi mumkin. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu holat juda sezgir masala. Oilada ota yoki ona vafot etgan, voyaga yetmagan farzandlar qolgan bo'lsa, ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi tayinlanishi mumkin. Lekin amalda ayrim oilalar bitta farzand uchun hujjat topshiradi. Keyin ikkinchi farzandning hujjati kechikadi. Yoki talaba bo'lgan farzand o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma bermaydi. Natijada to'lov to'liq chiqmaydi. Agar avgust oyida o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi yoki vasiylik hujjati topshirilsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol uchun ikki farzandli oilaga faqat bitta farzand bo'yicha to'lov berilgan bo'lsa, ikkinchi farzand ham qo'shilgandan keyin umumiy summa oshadi. To'rtinchi guruh pensiya yoshiga yetgan, lekin hujjat topshirishni kechiktirganlar. Ba'zi odamlar baribir pensiya chiqadi. Shoshilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlashda arzon sanasi, hujjat topshirilgan vaqt va qonunda belgilangan muddatlar muhim. Siz vaqtida murojaat qilsangiz, to'lov aniq davrdan boshlanadi. Kechiksangiz, ayrim holatlarda o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Shu sabab avgustda pensiya yoshiga yetgan yoki yaqinlashayotgan odamlar hujjatlarini oldindan tekshirtirishi kerak. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi, zarur ish staji, imtiyozli pensiya shartlari alohida tekshiriladi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqdim, lekin ishlayapman. Menga qo'shimcha narsa tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida ishlayotgan pensionerning ham ayrim ma'lumotlari tizimda aks etadi. Mehnat shartnomasi, soliq to'lovlari, rasmiy ish haqi va badallar bo'yicha ma'lumotlar kelajakdagi qayta hisob-kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda odam bitta narsani tushunishi kerak. Norasmiy ish haqi pensiya huquqlarini kuchaytirmaydi. Rasmiy ishlagan davr, rasmiy ish haqi va hujjatli tasdiq asosiy rol o'ynaydi. Endi bir nechta hayotiy misol keltiraman. Birinchi misol, 32 yoshli erkak 30 yil zavodda ishlagan, lekin zavod 2000 yillarda yopilgan. Pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj hisobga olingan. O'g'li arxivga murojaat qilib, qolgan 6 yil bo'yicha buyruqlar nusxasini topadi. Hujjat pensiya jamg'armasiga beriladi. Natijada pensiya qayta hisoblanadi va oyiga 1,10 so'mga oshadi. Agar farq 5 oy uchun hisoblangan bo'lsa, bir martalik 900 so'm atrofida qo'shimcha pul tushishi mumkin. Ikkinchi misol, 28 yoshli ayol ko'p yil maktabda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida familiyasi nikohdan oldingi va nikohdan keyingi shaklida turlicha yozilgan. Tizim ayrim yillarni avtomatik bog'lay olmagan. U nikoh guvohnomasi, pasport ma'lumotlari va ish joyidan tasdiqnoma olib boradi. Shundan keyin oldin hisobga olinmagan davr qo'shiladi. Bu ham pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotgan oila. Ona vafot etgan. 2 nafar farzand qolgan. Katta farzand kollej yoki oliy ta'limda o'qiydi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. To'lov vaqtincha kamaygan. Avgust oyida ma'lumotnoma topshirilgach, to'lov tiklanadi va ayrim davrlar bo'yicha farq chiqarilishi mumkin. Bu oila uchun juda sezilarli yordam bo'ladi. Endi istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Har qanday qo'shimcha pul avtomatik kelmaydi. Ba'zi holatlar tizim orqali aniqlanadi, lekin ko'p holatda fuqaroning o'zi murojaat qilishi kerak. Sizda hujjat bor, lekin uni topshirmagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi uni o'zidan o'zi bilmasligi mumkin. Masalan, eski korxonadan olingan ish haqi ma'lumotnomasi uyingizda turgan bo'lsa, u tizimda ko'rinmaydi. Uni taqdim etish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hamma ustama ham hamma pensionerga berilmaydi. Ustama uchun aniq asos bo'lishi kerak. Masalan, yosh bo'yicha nogironlik guruhi bo'yicha, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom bo'yicha, mehnat sharoiti bo'yicha, parvarish ehtiyoji bo'yicha yoki boshqa ijtimoiy maqomlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Qo'shnimga tushdi, menga ham tushishi kerak degan yondashuv noto'g'ri. Qo'shningizning hujjati, staji, oilaviy holati yoki nogironlik guruhi siznikidan farq qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulni tushunmasdan sarflab yubormang. Agar hisob raqamingizga odatdagidan ko'proq pul tushsa, avval uning izohini tekshiring.
pensiya jamg'armasi bo'limiga, banka yoki tegishli onlayn xizmatlarga murojaat qilib, bu qaysi davr uchun qaysi to'lov turi bo'yicha tushganini aniqlang. Juda kam hollarda texnik xatolik ham bo'lishi mumkin. Agar xato to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talabi chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun hujjatli aniqlik kerak. 4-chi nozik jihat arxiv masalasi. Eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shu joyda to'xtab qoladi. Korxona yo'q, demak stajim yo'qoldi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Korxona hujjatlari davlat arxivida, tuman arxivida, idoraviy arxivda yoki voris tashkilotda saqlanishi mumkin. Siz korxonaning eski nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy buyruq sanalari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan murojaat qilishingiz kerak. Ba'zida bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdoriga katta ta'sir qiladi. 5-chi nozik jihat. Hujjatlardagi ism, familiya, sana va raqam xatolari. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova M, diplomda esa Karimova Mohira deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 12 mart, boshqa joyda 20 mart deb ketgan. Bunday xatolar pensiya hisobida to'siq bo'lishi mumkin. Ularni tuzatish uchun IXDYO, arxiv, sobiq ish joyi yoki sud orqali aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi, lekin natijasi pulga bevosita bog'liq bo'lishi mumkin. 6-chi nozik jihat. Ishonchnoma bilan pensiya olish. Ayrim yoshi katta yoki kasal pensionerlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bunda ishonchnoma muddati, bank kartasi xavfsizligi, SMS xabarnoma va pul yetish tarixi nazorat qilinishi kerak. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Pensioner qancha pul tushayotganini aniq bilmaydi. Karta boshqaning qo'lida bo'ladi. Keyin qo'shimcha to'lov kelganini ham sezmay qoladi. Har bir pensioner yoki uning ishonchli yaqinlari oyma-oy tushum miqdorini tekshirish kerak. 7-chi nozik jihat, ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani aralashtirib yubormang. Pensiya odatda ish staji, badal, ish haqi va qonuniy huquq asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda pensiya huquqi yetarli bo'lmaganda yoki ijtimoiy himoya toifasida beriladi. Qayta hisoblash qoidalari ham turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz men pensiya olamanmi yoki nafaqa olamanmi degan savolga aniq javob bilishingiz kerak. Plastik kartaga pul tushgani bilan uning huquqiy turi bir xil degani emas. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda kartangizga tushgan pensiya yoki nafaqa miqdorini yozib chiqing. Masalan, iyun oyida qancha tushdi? Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Agar avgustda summa keskin oshgan bo'lsa, bu nimaning hisobiga ekanini aniqlang. Agar kamaygan bo'lsa, sababini ham so'rang. Faqat SMS ga qarab xulosa qilmang, bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiyam miqdori qanday hisoblanganini, qaysi ish staji davrlari inobatga olinganini, qanday ustamalar qo'shilganini va qayta hisoblash uchun asos bor yo'qligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Og'zaki so'rash ham mumkin, lekin yozma murojaat qilsangiz javob aniqroq bo'ladi. 3-chi qadam. Hujjatlaringizni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, diplom, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha murojaatda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi haqidagi hujjat, qayta ko'rik muddati ham muhim. 4-chi qadam, ish stajingizni o'zingiz ham tekshiring. Mehnat daftarchasini ochib, har bir ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanani yozib chiqing. Masalan, 1995-yil sentyabrdan 1992 yil maygacha bir korxona, 1992 yil iyundan 2000 yil dekabrgacha boshqa tashkilot, keyin tanaffus, keyin yana ish. Har bir davr pensiya hisobida bor yoki yo'qligini so'rang. Agar bu davr tasdiqlanmagan deyishsa, qaysi hujjat kerakligini aniq so'rang. 5-qadam. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni kechiktirmasdan tuzating. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, korxona nomi, buyruq raqami. Lavozim nomi noto'g'ri bo'lsa, bu kichik narsa emas. Pensiya tizimida bunday xatolar pul miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kerak bo'lsa, FHDYga, arxivga, sobiq ish joyiga yoki yuristga murojaat qiling. 6-qadam.
Qarindoshlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'pincha yoshi katta odamlar o'z huquqini talab qilishga tortinadi. Bo'riga shukur deb yuraveradi. Lekin bu yerda gap qo'shimcha sovg'a haqida emas, qonuniy haq haqida ketmoqda. Otangiz, onangiz, buvingiz yoki bobongizning staji ko'p bo'lsa-yu, pensiyasi juda past bo'lsa, buni albatta tekshirish kerak. Ayniqsa ular Sovet davrida kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada, qurilishda yoki davlat tashkilotlarida ishlagan bo'lsa, arxiv hujjatlari katta ahamiyatga ega. 7-qadam. Telefon orqali keladigan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasidan pul chiqdi. Karta raqamingizni yuboring. Avgust bonusini olish uchun SMS kodni ayting. Qo'shimcha pensiya rasmiylashtirib beramiz degan gaplar firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga bank xodimi sizdan SMS kod, karta pin kodi yoki ilova parolini so'ramaydi. Qo'shimcha to'lov masalasini faqat rasmiy bo'lim, rasmiy sayt, bank yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. 8-qadam. Murojaatingizga javob olmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yozing. Tuman bo'limi javob bermasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining yuqori idorasiga yoki davlat xizmatlari orqali qayta murojaat qilish mumkin. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, aniq faktlar bilan yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi hujjat bor, qaysi davr hisobga olinmagan, nimani qayta ko'rib chiqishni so'rayapsiz. Endi kim xavotir olmasligi mumkin? Degan savolga ham javob beraman. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron tizimda to'liq ko'ringan bo'lsa, ish stajingiz bo'yicha farq bo'lmasa, ustamalar tekshirilgan bo'lsa va har oy bir xil tushunarli miqdorda pul olayotgan bo'lsangiz, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya hisobingizni tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki qonunchilik, indeksatsiya, ustamalar va ma'lumotlar bazasi yangilanib turadi. Men yana bir muhim fikrni alohida aytaman. Avgust oyidagi qo'shimcha tushum hamma uchun bir xil emas. Kimdadir 1 ming so'm farq bo'lishi mumkin, kimdadir 500 ming so'm, kimdadir bir necha oy uchun yig'ilib 1 million so'mdan ortiq bo'lishi mumkin. Kimdadir esa umuman qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas. Bu har bir odamning hujjatlari va huquqiy holati turlicha ekanini bildiradi. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa, buni shunchaki davlat pul berdi deb qabul qilib qo'ymang. Nima sababdan oshganini biling. Balki bu umumiy indeksatsiyadir. Balki qayta hisob-kitobdir, balki ustamadir, balki oldingi oylar uchun farqdir. Sababini bilsangiz, keyingi oyda ham qancha kutish kerakligini tushunasiz. Aks holda odam bir oy ko'proq pul oladi. Keyingi oy yana odatiy summa tushsa, xavotirga tushadi. Yana bir amaliy maslahat, hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari, pensiya bo'yicha javob xatlari, tibbiy xulosalar, bank ko'chirmalari, bularning hammasi tartibli bo'lsa, har qanday murojaat osonlashadi. Ko'p odam aynan hujjat yo'qotgani uchun o'z haqqini olishda qiynaladi. Hujjat bo'lsa, dalil bor. Dalil bo'lsa talab qilish mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolarga yoqimli qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblangan farqlar yoki ustamalar kelishi mumkin. Lekin bu hammaga avtomatik beriladigan bir xil summa emas. Sizning huquqingiz hujjatlaringizga, ish stajingizga, pensiya turiga, oilaviy holatingizga va oldingi hisob-kitoblar to'g'riligiga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangizga tushgan pullarni tekshiring. Pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ish stajingiz to'liq hisoblanganini aniqlang. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz yoki yoshi katta qarindoshlaringiz uchun bu ishni siz bajarib bering. Ba'zida bir dona arxiv ma'lumotnomasi butun pensiya miqdorini o'zgartiradi. Izohlarda yozing, sizning hududingizda avgust oyida pensiya yoki nafaqaga qo'shimcha pul tushdimi? Qancha tushdi va sababi tushuntirildimi? Shu ma'lumotlar boshqa odamlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki odam o'z huquqini bilsa, unga tegishli pul yo'qolib ketmaydi.